Lapatkini ham o'tkirlab qo'ymaydi. Sunnat, shashvar. Dada asabiylashvermang, bo'ldi endi. Faqat asabiylashasiz. Bo'ldi, sanatoriyga pityovka olganman. Ertaga ketasiz. Menga qara Dumbul. Sana to'yini o'tkazmasdan qayerga ketaman? Seni uylantirishim kerak. 7 mahallaga jar solishim kerak. 17 qozon osh beraman. Ha, seni uylantirmasdan, dangalama to'y qilmasdan sanatoriyaga borsam, odamlar nima deydi? Yasha ota o'g'il, sen meni haqiqiy o'g'limsan. Bir emas, 2 ta nevarali bo'ldim. Hasan, Husan. Ularni endi raddomdan katta dabdaba bilan olib chiqamiz. Dada, dabdaban nima kerak bor? U chaqaloq bo'lsa, tushunmasa, o'sha pullarni o'zingizga ishlating, sanatoriyaga boring, Yevropaga boring. U chaqaloqku dada. Menga qara, Rohid Mehra, sen jinnimisan? 17 ta karnay, 4 ta jip bilan olib chiqmasak, odamlar nima deydi? Dada, nima qilyapsiz? Nevaralaringiz endi bir sinfga borayotgan bo'lsa, shunaqa qurilish qilish shartmi? Menga qilganingiz yetadi, dada. Bo'ldi endi, dam oling, sanatoriyaga boring, iltimos. Menga qara Sultonmat. Hozir yoshligida mana shunaqa uy solib qo'ymasam bo'lmaydi-da. Endi 60 ga kirdim-ku, 70-80 ga chiqayin, bemalol sanatoriyaga ham, Yevropaga ham boraman. Agar hozir nevaralarimga uy solib qo'ymasam, odamlar nima deydi? Sunnat o'g'lim. O'zing uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda. Men o'lyapman o'g'lim. Dadajon, bir umr o'zingiz uchun yashamadingiz. Nevaralaringizgacha uy qurib berdingiz. Ana endi nevarangiz bittasi Amerikada, bittasi Angliyada o'zingiz uchun yashamadingiz, dadajonim. Men katta ошибка qildim-da o'g'lim. Shu ошибкani sen qaytarmagin, xo'pmi? Vaqtida damingni ol, xohlasang sanatoriyaga bor, xohlasang Yevropaga bor, sog'ligingga e'tiborli bo'l, bolam. Lekin bitta vasiyatim bor, jon bolam. Nima dadajon? Shu men o'lgandan keyin Xudoyimni katta qilgan 1000 kishilik qilib, Nimaga? kichkina qilsang odamlar nima deydi? Dada! Odamlar nima desa desin, yashaylik.